Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun mana 17 oktyabr 2025-yil. Sizlar bilan shu ukalarimiz iltimoslariga binoan o'zbek kaptarlarimizdan, Andijon zot kaptarlaridan bir qator gaplashib o'tamiz. Kaptarlarning ko'zi haqida gapirib berishimiz iltimos qilyapti ukalarimiz. Bugun o'tganda bir qator ko'zlarni gapirib berdik. Bugun endi sizlar bilan kaptarning ko'zidagi qorachig'i haqida gaplashib o'tamiz. Buning uchun bir qator yana qaytaramiz, eslab o'tamiz. Biz aytdik, Andijon zot kaptarlarimiz 5 ta urug'ga bo'linadi. Bu birinchisi oq urug', ikkinchisi qora urug', uchinchisi rangli urug', to'rtinchisi palasa urug', yo'lli urug', beshinchisi chil urug'. Bu 5 ta urug'imizni ko'zi 3 xilga bo'linadi. Birinchisi oq ko'z, ikkinchisi ko'k ko'z, uchinchisi chil ko'z. Oq ko'z kaptarlarimiz bular oq tumshuq oq, rangli urug'larimiz kiradi bunga, novvot, oq tumshuq qora, ro'yan, buni tagidan chiqqan qizil tush, chinni, qizil hakka, qora hakka, novvot hakka, shu kaptarlarimiz ham rangli urug'ga kiradi. Endi bularni qorachig'i qanaqa bo'lishi kerak? Bularni tumshug'i oq bo'ladi, jiyagi oq bo'ladi, yengil ko'kshroq bo'ladi, ko'zi ham oq bo'ladi, qorachig'i qora kichkina bo'ladi. Iloji boricha kichkina bo'lgan bo'lishi kerak qorachig'lari. Endi ikkinchisi ko'k ko'z kaptarlarimiz. Ko'k ko'z kaptarlarimiz bular palasa urug'imiz ko'k ko'zga kiradi. Qora urug'larimiz ko'k ko'zga kiradi. Qora sochlar ko'k ko'zga kiradi. Bularning qorachig'i qanaqa bo'lishi kerak? Bularning qorachig'i oq ko'z kaptarlarimizning qorachig'idan ko'ra jinday kattaroq, jinday kengroq bo'ladi. Lekin yayilgan bo'lmaydi, chachrab ketgan bo'lmaydi, mishiq ko'z ham bo'lmaydi. Kaptarning qorachig'i tumaloq bo'lishi kerak. Uchinchisi chil urug' kaptarlarimiz, chil ko'z kaptarlarimiz. Chil ko'z kaptarlarimizning ko'zi oq bo'ladi. Jiyagi oq, ko'kshroq bo'ladi, tumshug'i ko'k tumshug'i bo'ladi, qorachig'i kichkina bo'ladi, tumaloq bo'ladi. Ko'zini ichida yengil qizil pushti rang kalsosi bo'ladi. Chil kaptarlarimizning ko'zi shu bilan ajrab turiladi. Endi kaptarlarimizni to'g'ri gрамотный juplaydigan vaqtimiz keldi. Bir qator burun yengil eslatib gapirib o'tdik. Birdaniga gapirib borsak, ko'pchilik bilimi yetmagan parvozlar bu nima deyapti deb har xil gap qilib mumkin edi. Shuning uchun yengil gapirib o'tdik. Bir qator endi bularni to'g'ri vastanaviyatda to'g'ri tiklaydigan paytimiz keldi. Kaptarlarni biz tiklash uchun albatta ko'ziga qarashimiz kerak. Kaptarning qonini ko'zi gapirib beradi. Tagini, buning ichida nima bor, qonida nima bor bu kaptarda. Shuning uchun ko'ziga qarab turib tiklaymiz kaptarlarni. Bir qator mana gibridlar hozir chiqib ketdi, yo'q bo'lib ketdi. Endi kaptarni to'g'ri juplab, to'g'ri tiklaydigan vaqtimiz keldi. Vastanaviyat qiladigan vaqtimiz keldi kaptarda. Burungi ahvoliga, burungi ota-bobolarimiz qilib bergan kaptarlarga. Hozir biz noto'g'ri juplab kelsak emas 15 qilib kaptarlarni yo ko'ziga qaramasdan, yo qoniga qaramasdan juplab kaptarlarimiz juda ham buzilib ketdi. Endi hozir shuni endi to'g'ri ko'ziga qarab tiklaymiz. Endi bir qator shu oq ko'z kaptarimiz. Agar oq ko'z kaptarimizni ko'zi chil ko'z bo'lsa nima bo'ladi? Ya'ni ko'zining ichida qizili bo'lsa nima bo'ladi desa, bu birinchidan bu ko'proq ko'ksha beradi. Oqlarimizni tindaqlari qora, tumshuqlari qora bo'lib ketadi. Ko'k ko'z kaptarlarimiz agarda ko'zi chil ko'z bo'lsa nima bo'ladi desak,
Bunga ham ko'z qoniga chil urug' aralashgan bo'ladi. Demak, kaptarlarimiz qoni aynigan bo'ladi. Agarda chil ko'zni kaptarni ko'zi masalan oq ko'z bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi desa, chil ko'zi o'zini ko'zi bo'lishi kerak. Ko'zining ichida yengil qizili bo'lishi kerak. Pushti rang, kalsosi bo'lishi kerak. Ko'p emas, ozroq. Agarda oq ko'z, oppoq bo'lsa ko'zi nima bo'ladi desa, bu demak chil urug'ni qoniga tsvetnoy urug' aralashgan bo'ladi. Birinchidan tsvetnoy urug'imiz kichkinaroq bo'ladi. Biz bilamiz chil kaptarlarimiz katta kaptar bo'lgan, polvon kaptarlar bo'lgan. O'zini kattaligi bilan, polvonligi bilan, kallasini polvonligi bilan, ko'rinishi bilan, parini bleski bilan ajrab turgan kaptarlar. Shularni yaxshi eshitamiz. Parini albatta bleski. Bu pariga blesk beradigan qanaqa rang bo'ladi desa, siyoh rang bo'lgan. Siyoh rang parini rangiga chilliklarni pariga blesk bergan. Shu bilan chiroqli bo'lgan. Chillarimiz buni mana oqlar bilan bir xil o'rinda turgan. Hozir chillarimiz burungidaqa emas. Hozir oqlar ancha oldinga o'tib ketdi. Shuning uchun agarda chil kaptarimiz ko'zi oq ko'z bo'ladigan bo'lsa, bu demak buni qoniga rangli urug' aralashgan bo'ladi. Tsvetnoy urug'. Ko'proq chinni aralashtirishyapti. Kaptarning rangini qizartirish uchun birinchidan rangli urug'larimiz kichkinaroq bo'ladi chillardan, chillarni kichkinaytirib yuboradi. Ikkinchidan bu rangli urug'imiz qoni chil urug'ga qo'shilmaydi. Ko'proq chillarimiz qoravosh, chachala deb qo'yamiz, qoravosh berib yuboradi, u yerda oqlar berib yuboradi. Chil kaptarimiz bilamiz, oldi to'ldir bo'lishi kerak, lekin chil hisoblanadi. Oldi to'ldir bo'lmay qoladi kaptarda. Lekin rangidagi blesk, siyoh rang bleski yo'q bo'lib ketadi kaptarda. Rangi ko'proq qizil bo'ladi-yu, lekin zangiroq bo'lib bleski yo'q bo'lib qoladi kaptarda. Shunaqa, shuning uchun hozir chinnilarni urib qizartiramiz deb chinni urug'larimiz ham yo'q bo'lib ketyapti. Chil urug'larimiz hozir shu chinni bilan chilni o'rtasidagi bir narsa kaptarlar paydo bo'lib qolyapti. Ko'p yo'qotib yuboryapmiz kaptarlarni noto'g'ri juplashimiz bo'yicha. Agarda chil kaptarimizni ko'zida qizili bo'lmasdan ko'k ko'z bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi desa, ko'k ko'z bo'ladigan bo'lsa, masalan, bilingki, uni qoniga palasa urug' aralashgan bo'ladi yoki bo'lmasam qora urug' aralashgan bo'ladi. Biz bilamiz, bunaqa случайлар ko'p bo'lgan. Shu chillarimizga qoralarni urib, bir paytlar qoralar pul bo'lgan paytda qoralarni kattaytiramiz deb chillarga urilgan. Yo bo'lmasam naborot. Chillarga qoralar urilgan, shunaqa bo'lib kaptarlar bir paytlar aynigan. Bu endi qanaqa bo'la beradi desa, bu yo qora emas, yo ko'ksha emas, yo chil emas bir narsa beradi, yo bo'lmasam chillarimizni qanotiga palasa berib qo'yadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Bir qator kaptarlarni ko'ziga qaraylik, albatta to'g'ri gрамотный vastanavit qilaylik kaptarlarni. Rahmat hammalarga e'tibor uchun, tinch bo'linglar, tinchlikda ko'rishaylik. Lekin yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman, shu rangli urug'larimizga oq sochlarimiz ham rangli urug'larimizga kiradi. Qora toshlar, oq sochlar rangli urug'larga kiradi. Ularning ham ko'zi oq bo'lishi kerak, qorachig'i kichkina bo'lishi kerak. Yana bir qator aytib o'taman, kaptarning qorachig'iga qaranglar. Oq ko'zniki kichkinaroq bo'ladi, qorachig'i tumaloq bo'ladi. Ko'k ko'zniki sal qorachig'i kengroq bo'ladi. Faqat yayilgan bo'lmaydi, chachiragan bo'lmaydi, mishiq ko'z bo'lmaydi. Standart bo'yicha tumaloq bo'lishi kerak. Hammasiniki uchoq ko'zda ham, oq ko'zda ham, ko'k ko'zda ham, chil ko'zda ham, qorachig'i uchoqsi ham tumaloq bo'ladi. Rahmat hammalarga e'tibor uchun. Tinch bo'linglar, tinchlikda ko'rishaylik. Oilalarga, xonadonlarga, kasbkorlaringlarga barakot bersin. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня 17 октября 2025 года. По просьбе голубоводов продолжаем говорить о глазах голубей андижанской породы. Для этого мы вспомним предыдущий наш разговор. Мы говорили о том, что андижанские голуби делятся на 5 мастей. Первая — это белая масть, вторая — черная масть, третья — цветная масть, четвертая — полосатая масть и пятая — пчелиная масть. У этих 5 мастей глаза делятся на 3 вида. Первый — это
у белых белоглазый, второй синоглазый, третий пчелиный глаз. Белые глаза, как у каких мастей должно быть? У белого, белоклювого и у цветных мастей. Цветные масти это у нас нават, черный белоклювый и руян. И из-под них, которые выходят, кызылтуш, чинне, кара хакя, нават хакя, кызыл хакя и аксач, каратуш. Вот эти голуби цветной масти. У них глаза должны быть белые, клюв белый, веки белые, чуть-чуть синоватые и зрачок глаз. Мы сегодня будем говорить с вами о зрачке глаз. Зрачок глаз должен быть круглый, маленький. Второй, это у нас синоглазые масти. Синоглазые масти это черный. И полосатые масти у нас к синоглазым относятся. У них клюв синий, веки синие, глаза синие. Зрачок глаз чуть больше, чем у белоглазого. Ну, не расширенный слишком и не разбросанный. И не кошачий должен быть глаз. В большинстве случаев у синоглазых мастей мы наблюдаем разбросанные глаза, зрачки, то есть разбросанные, расширенные зрачки или кошачьи. Это не должно быть, это по стандарту не допускается. И третий, пчелиная масть. У пчелиной масти зрачок должен быть тоже маленький, круглый, глаза белые, веки белые, чуть-чуть синоватые, клюв синий. Внутри глаз у пчелиной масти должно быть легкое розовое, чуть-чуть красновато-розовое кольцо. Ну, немного должно быть красного. Так, давайте поговорим о том, что будет. Мы должны воровать голубей правильно. Мы должны до такого уровня, мы дошли уже до такого уровня, что мы должны теперь уже голубей восстанавливать, смотря на глаза, смотря им в глаза. Мы узнаем, какой у них кровь, что у них в крови есть. У белоглазых должно быть глаза белые свои. А если внутри глаз у него красное кольцо у белых, значит, знаете, туда добавлена пчелиная кровь, пчелиная масть. Значит, из них будут выходить кёкща или белые с черным клювом или с черными ногтями. А если у синоглазых мастей пчелиные глаза, значит, тоже добавлена пчелиная кровь, значит, из-под них будут выходить полосатые или там что-то коричневые такие, если добавлена туда черная кровь. Мы знаем, что много случаев было, чтобы увеличить черный, когда подорожали черные голуби, мы добавляли туда пчелиную масть, чтобы увеличить размер. Мы знаем, что пчелиная масть, пчелиные голуби, они более крупные, богатые голуби, голова у них богатая. А если у пчелей не свои глаза, то есть если внутри у него красного нету, а глаза белые чистые, значит туда добавлена цветная кровь. Много случаев, когда добавляют чинны, в большинстве случаев, чтобы добавить красноту пчелям, это тоже нельзя. Во-первых, пропадает чинны, во-вторых, цветная масть мельче, чем пчелиная масть. Пчели становятся мелкими, и у них пропадает блеск. У них пропадает вот этот бордово-синий перелив. Цвет становится ржавыми. Вот на это мы должны смотреть. Теперь уже пришло время восстанавливать голубей грамотно. Смотреть на стандарт голубей. Ну, вот. И насчет синих глаз я хочу еще чуть-чуть добавить. Синие глаза, синоглазых мастей должны быть глаза синие, и не черные, и не темные. Синий. Чуть-чуть у белоглазых чуть синоватый глаз, у синоглазых чуть-чуть темнее синий.
Но ни в коем случае не черные, не темные глаза, а должны быть синие глаза. Yana bir qator sizlarga eslatib o'taman, ko'k ko'z kaptarlarimiz to'g'risida. Ko'k ko'z kaptarlarimiz ko'zi ko'k bo'lish kerak, qora bo'lish kerak emas. Oq ko'zlarimiz qo'y ko'zi yengilroq ko'k bo'lish kerak. Ko'k ko'z kaptarlarimiz ko'zi to'mliroq ko'k bo'ladi. Qora bo'lmaydi. Qora bo'lsa bilinglarki, boshqa urug' aralashgan bo'ladi. Shularga e'tibor beraylik. Мы теперь должны обращать внимание даже на такие вещи. Мы обязательно должны внимание обращать на такие вещи. До свидания всем. Спасибо. До следующих встреч. Всего доброго всем. Rahmat hammalarga e'tibor uchun.